Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz oqila, soliha ayol qizlarimiz, demak, ideal hayot sunnati loyihamiz yana davom etadi. Bugun juma kuni qanaqa sunnatlarni yana ham ko'paytiramiz. Umuman hayotimizda har bir kuni jumadek bo'lish kerak inshaalloh. Xo'p, bugun demak salovatlarni ko'paytiradigan kunimiz. Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Har bir kun demak biz salovatlarni ko'paytirishimizdan maqsad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek yashashlik. Ko'pgina ayol qizlarimizda savol tug'iladi. Bugun nima ovqat qilsam ekan degan savol bo'ladi har doim. Keling, bugun biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlaridek yashashga harakat qilamiz. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iste'mol qilgan ovqatlari, halol ne'matlari bilan bugun dasturxonimizni bezatamiz. Sutdan taomlar tayyorlaymiz. Sutli ovqatlar, shirguruchlar chiroyli holatda tayyorlaymiz. Balkim unga qovoqlarni qo'shamiz. Qovoq bilan shirguruch tayyorlab, ustiga sariyog'ni ham qo'shamiz. Sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sutni yaxshi ko'rganlar, qovoqni ham yoqtirganlar va sariyog'ni ham ko'p iste'mol qilganlar. Ya'ni ularni ovqatlarini ratsionida sut, qovoq va sariyog', albatta xurmo bo'lardi. Demak, bu shu narsalar bilan biz dasturxonimizni bezatishga harakat qilamiz. Demak, bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Taomni chiroyli holatda tayyorlaganimizda go'yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizni uyimizga mehmonga keladiganlardek va u zot kelishlaridan albatta ularga yoqadigan taomlarni tayyorlashga harakat qilamiz. Ya'ni siz qaysidir mehmon sizni uyingizga kelsa, u mehmonni yoqtiradigan taomlarni biladigan bo'lsangiz, albatta unga mos tarzda, unga yoqadigan tarzda dasturxon bezatishni, taomlar tayyorlashni xohlaymiz. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qanday taomlar tayyorlagan bo'lardingiz? Boshladik. Demak, chiroyli holatda mehr bilan salovatlarni aytib, istig'forlar bilan taomlarimizni tayyorlaymiz. Qovoqdan yoki sutli taomlarimizni tayyorlaymiz. Dasturxonga chiroyli holatda, chiroyli idishlarda tuzamiz. Mayli bugun o'zingiz mehmon qiling. O'sha chiroyli qilib mehmonlar uchun olib qo'ygan idishlaringizni olamiz. Chunki bugun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir dasturxonda o'tirgandek taomlanishga harakat qilamiz. Demak, eng yaxshi idishlarimizni ishlatamiz. Ularga chiroyli holatda taomni solamiz va albatta dasturxonimizga xurmo ham qo'yamiz. Endi odob, axloq, ya'ni go'yoki tasavvur qiling, yoningizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tiribdilar. Albatta, ular qanaqa ovqatlanardilar? Siz ham shunga o'xshash ovqatlanishni xohlaysiz. O'ng qo'l bilan yeysiz, taomni oldimizdan olishligimiz, taomni isrof qilmasligimiz, albatta Allohga hamd aytishligimiz. Hammasi bular sunnat hisoblanadi. Endi bir qarashda bu oddiy tushlik yoki kechki ovqat bo'lishi mumkin, lekin bunda bir qancha sunnatlarni jamlagan bo'lamiz. Avvalambor eng yaxshi sunnatlarimizdan biri ovqatdan oldin ham, ovqatdan keyin ham qo'lni yuvishlik bo'ladi. Demak, qo'lni yuvishga ko'proq e'tibor beramiz. Bugun biz faqat ovqat yemaymiz. Bugun biz payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan odoblari bilan dasturxon atrofida o'tiramiz. Har bir sunnatimiz Allohning sevgisiga yaqinlashishimiz uchun bir qadam bo'ladi. Har bir salovatimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni ifodasi, isboti bo'ladi. Keling, bugun biz hayotimizni sunnatlar bilan bezatamiz. Qachon? Mana shu dasturxon atrofini o'zida ham juda ko'p sunnatlarimizni qayta tiriltirsak bo'ladi. Demak, tavfiq Allohdan. Biz bugun ovqatlanishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlaridek odob bilan ovqatlanishga harakat qilamiz. Tavfiq Allohdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allahumma solli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummiyil habibil al qadri azimi va jahi qadrihi taslima.